Qarang. Jokic. Do'nir sarf. Juda yuqori darajada o'ynaydi. Jangchi. Chiqib ketishini ko'rdingizlar Jokicni hozir. Mana pas Marushich 3-0. 3-0 do'stlar, lekin ofsayd chizig'i tortib ko'riladi. Ko'rilmasdan ofsayd e'lon qilindi. Marushichning goli bekor qilinyapti. O'yindan tashqari holat. O'zi ham Marush qarab qo'ydi-da hakamga. O'zi agar toza gol bo'lsa, gol ham gol qayd etilishi mumkin. Ko'ramiz takroriy lavhada, menimcha tortishmadi, ortiqcha ofsaydga chiqib ketgan Zoran Marushich katta ehtimol. Hop. Jovic. To'p bosirilayotgan paytda ofsayd. Qani? Urdi. Himoyachidan ketgandek ko'rindi bu. Birinchi taymda kiritildi. 9-daqiqadayoq mezbonlar gol urib hisobni ochdi. Hozir ofsayd bormidi, yo'qmidi tekshirilyapti. Uzoq vaqt yo'riqchisi Farhod Abdullayev, hakamlar qo'mitasi rahbari Ma'mur Said Qosimov kuzatib boryapti. Va qarang, bu kuzatuvlar hammasi ish berdi va gol toza ekanligi e'lon qilinib, Marushich gol urganligi qayd etilyapti. Quvonchni biroz o'g'irladi. Endi 2-0 dan keyin 3-golni tekshiruvda muxlislar unaqa sabrsizlik bilan ham kutmayotgandi, lekin baribir gol bu gol. Marushich gol uryapti o'z hisobiga. Gol yozib qo'yyapti o'z hisobiga. Qarang, gol urib, mana qarang. To'p bosirilayotgan paytda bitta chizig'da turgan ekan, keyin Marush tezlashib oldinlab ketgan. Bu holat qayta ko'rib chiqildi va toza gol deb baholandi. Zoran Marushich o'z hisobiga mavsumda birinchi golini yozib qo'ydi. Neftchining 3-goli. Andijon 3 ta gol urgan.